Assalomu alaykum. Shavvol oyidagi 6 kunlik roza haqida. Ramazon oyidan keyin keladigan Shavvol oyida 6 kun roza tutish juda katta savobga ega. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: kim Ramazon rozasini tutib, uning ortidan Shavvol oyida yana 6 kun roza tutsa, go'yo butun yil roza tutgandek bo'ladi. Bu rozaning fazilati shundaki, Ramazondagi ibodatlarni davom ettirishga yordam beradi, Allohga yaqinlashish imkonini oshiradi, katta ajr va savoblarga sabab bo'ladi. Endi niyat masalasiga kelsak, Shavvol rozasi uchun alohida murakkab niyat shart emas. Qalbda niyat qilish kifoya qilinadi. Og'zaki aytmoqchi bo'lsangiz, quyidagicha niyat qilishingiz mumkin. Niyat qildim Shavvol oyining rozasini tutishga Alloh rizoligi uchun. Eng muhimi niyat qalbda bo'lishi kerak. Bu rozalar qachon tutiladi? Bu rozalarni ketma-ket tutish ham mumkin yoki oy davomida bo'lib tutish ham mumkin. Ikkalasi ham to'g'ri bo'ladi. Allohu a'lam. Shavvol oyidagi 6 kun roza katta imkoniyat. Uni qo'ldan boy bermaylik va savoblarga ega bo'laylik. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.